Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida qilib bitkizilgan chiroyli ishimiz darvozaxona qismiga e'tiboringlarni tortamiz. Darvozaxona qismiga chetlariga rover gullari va hovuz qilib, chiroyli qilib delada, chiroyli qilib chiqazib berganmiz. Va o'rtalariga akalar nержавейка palasalarini qo'yib, buni ham yaltiroq qilib o'rtalarini ham bir-biriga yarashtirib chiroyli qilib chiqazib berilgan. Kajirok qismiga esa akalar 3D fasondan qilib bitkizib berganmiz. Kajirok qismini akalar ko'rib turibsizlar, tashqari tomoniga, ya'ni tarnovini mokri, orqalarini polni oqqa qilib bitkizib berdik. Mokri tarnovimizni galstuklarigacha qo'yib berganmiz. 3D fasonimizda akalar o'yinchoqlarini ham chiroyli qilib bir-biriga yarashtirib qo'yib berilgan. Akalar, kajirok qismiga yaxshilab e'tibor beringlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, mana shu kajirok qismidagi 3D fasonimiz like, podpiska bosish esdan chiqmasin akalar. Va akalar, sizlarni Tunuka-fon narxlari bilan tanishtirib o'taman. Tunuka-fon narxlari hozirgi kunda 115 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha chiqib bitkizib berilyapti akalar. Ya'ni bu narxlarimiz faqat vodiy bo'ylab amal qiladi. Ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Agarda sizlarni ham xuddi shunaqa uchastkalarni chiroyli qilib chiqazib berish kerak bo'lsa, bemalol tagidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Usta Jasur va Tunuka-fon klass jamoasi sizlarning ishlaringizni tez va sifatli qilib, chiroyli qilib chiqazib berishga harakat qilamiz. Sog' va salomat bo'linglar.